Leksiyalarımızı davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugünkü islağa 2020 yıl 10. ayının 31. günü. Endilikte sizlerge yetkizdiğin leksiyemiz bunda. Bu leksiya bu mavzudan zirikip kettiğinler. Hakikaten şunda hürmetlik vatandaş. Mesela bu mavzu qaysı mavzu? Tayvan mavzusu. Siz üçün, biz üçün aytqanda 70 yıl anlap, sizden bizden qulluğumuzni gaz qilib etken bir tema, bir mavzu. Endilikte yakından biri, yani Prezident Trump Aqsarayga kirgandan beri 2017 yılı 1. ayının 10. günü hesapta doğru olsa şundak, unutup qalsam keçiringlar. Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen telefon alaqası ornu tutla. Bu yani Tayvan meselesi Amerika Cumhuriyeti o'rtasıdır. Yaksiya bir degan mesele aylar. Endi hazır bu meselede zirikdinglar. Zirik kelliginglarni bilib turibdimi vatandaş? Şunun işininki bala vaqtlarimizda cho'chak hikoyalarda o'qidikmi, boshlang'ich maktablarda buyruq keldi. Buyruq keldi degan cho'chakni esingizga elib o'ltirib Tayvan meselesiga shundoq muomala qilsangiz bo'ladi. Hozir biz Tayvan meselesi to'g'risida Amerikada va yoki chet ellarda nima fikrlar bo'layotdi, uni sizlarga yetkazib Şundaqla Xitoyning Tayvan meselesiga maydonini sizga yetkazib o'tamiz. Tayvan meselesida Xitoy ikki qo'lliq siyosat qo'llanadi. Biri davlat ichiga, ya'ni Tayvan Amerika o'ni dedi, men buni qildim, mening bayonotim Amerikaning qonun loyihasi degan soha gaplar bilan davlat ishini xotirjamlikka, tinchlikka, isyon ko'tarmaslikka chaqiriq qilishdan avval Xitoy hukumati Kompartiyasi Tayvan rangvozligini ishiltidi. Oy davlat parchalanib ketdi deb Tayvan rangvozligini ishiltidi. Ammo hozir xalqaro jamiyatda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo Kompartiyasi o'rtasidagi ziddiyatlar va bugungi kunda Tayvan bo'g'ozi masalasiga markazlashdi. Buning atrofida nurg'un davlatlar bor ekanligini ko'rib turibsiz. Yaponiya, Avstraliya. Hani şunun münasebeti keldi vatandaşlar, zirikken bolsanglarmı Tayvan meselesiga buyruq keldi degan cho'chak bor. Shu petçe muamele qilinglar. Bugün sizlarga yetkazdig'im qisqacha. Tayvan meselesi to'g'risida bugün 10. ayının 30. günü Dovit Orbitining yozgan maqolasiga yozgan kirish so'zi. Kirish so'zi sizga yetkazsam bo'ladi, maqolasi bilan e'tiborimiz yo'q. Kirish so'z bunda. Yakından beri Tayvan-Amerika münasebeti özlüksüz örleşke başladı. Prezident Tsai Ing-wen hükümeti Amerika bilan birleşip aktif sul oynaşqın başladı. Amerika bilan birleşip Jungo'ga qarşı turishqın başladı. 3 başlaş. Sul oynaş, Amerika qarşı turuş, Amerika bilan birleşip sul oynaş ve Amerika qarşı turuş. 3 xil. Jungo Tayvan qarama-qarshiligi barisi kelmas yo'lga kirib ketdi. Ciddi qarama-qarshilik Tayvan bo'g'ozi vaziyati va Amerika Jungo munosabatining ustilab yamallashib ketishi Tayvanni qurolliq birlik keltirishni ehtimollik ichidagi tanlash masalasiga aylantirib qo'ydi. Xi Jinping Amerika qarshi turib Chavshanga yordam berish urushining 70 yilligini xotirlash marosimida nutq so'zlaganda so'zlarida mushundoq vaziyat to'g'risida kuchli bishorat bergan edi. Amerika Tayvan Jungo uch tarafning foydasi va ziyonlariga izlanganda hamda Yaponiya, Koreya, Avstraliya va Rossiya qatorliq xalqaro kuchlarning tanlash mumkinligiga izlanishimiz kerak. Bugün sizlarga bu xabarni yetkazishimning sababi bu yerda bular sanab chiqibdi Koreya, Rossiya deb. Masalan, Tayvan bo'g'ozi bira ish yuz bersa, Yaponiyaning Amerika taraf turib orlishidiganligi bu qat'iy. Lekin bu orliqda Koreya bilan Rossiya bu yerda nima ish qiladi degan savol chiqadi vatandash. Lekin Jungoliklar sanab chiqibdi. Yaqinda 26 kuni davlat ishlohoti Mike Pompeo Tayvanga nima Hindistonga tushdi-ku. Shuningdek keyin bu rayonda vaziyatda bir xil o'zgarish bo'layotdi. Xalqaro kuchlarning tanlash mumkinligini izlanishimiz kerak. Tayvan bo'g'ozini urush tumanlari qopladi.
her qandaq bir taraf urush o'tining kengayib ketishidan kelib chiqadigan har qandaq oqibatga va to'laydigan badalga ödəlanmaydı, ödü berəlməydi. Endi yana bir bugün biz Devlet İştirakatı Mike Pompeo ve Devlet Müdafiəsinin Ministeri Mark Esper'nin Cənubi Asiya ziyareti, yani Asiyadaki 4 devlet aralıqda Vietnam koşuldu 5 devlet ziyaretinden kısaca bir xülas çıkarımız vatandaşım. Devlet İştirakatı Mike Pompeo'nun Asiya ziyareti ahırlaştı. Devlet İştirakatı Mike Pompeo Indonezya'nın Taşkı İşler Ministeri bilen görüşkende Indonezya bilen yeniçe bir şekilde hemkarlaşıdığanlığını bildirdi. Deniz katlaş bexatarligini hemkarlaşıp qoğdaydıgan boldu. Amerika Hindistan bilen harbiy işler kelişimi imzaladı. Amerika'nın Cənubi Asiya devletleri münasibetleri yaxşılandı. Amerika Indonezya, Amerika Vietnam devletleri otursa almashtırışına küçeytidigan boldu. Bularning hammasi netice belki böseş karakterlik netice bo'lib hesaplandı. Hindistan kelib Devlet İştirakatı Mike Pompeo Jungo tahdidini mag'lub qildi. Sri Lankani ziyorat qilib Jungo bir bullangchi devlet idi. Devlet İştirakatı Mike Pompeo Jungo bir bullangchi devlet dedi. Malta'nı ziyaret qilib Jungo Malta'nın egilik huquqliq iqtisod rayoniga tajovuz qildi dedi. Indonezya'da qonunliq devlet şunu Jungo'nun Janubi dengizga qo'ygan talablarini rad qilishga chaqiriq qildi. Qonunliq devlet Indonezya'nın Jungo'nun talablarini rad qilishga chaqiriq qildi. Indonezya Devlet İştirakatı Mike Pompeo Jungo'nun Xinjiang siyasetini qattiq tanqid qildi. Jungo'nun mustamlika Uyg'uriston siyasetini qattiq tanqid qildi. Vietnamni ziyorat qilganda Amerika Davlat Mahkamasining 7 ayning 13 kunidagi bayonotini qayta ta'kidlab, Beijingning Janubiy dengiz iqtisod rayonlariga egilik huquq talab qilish qonunga uygun emas deb ko'rsatdi. Esingizda 7 ayning 13 kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi bayonot e'lon qilib, bir jumla so'zlar aytgan Jungo'ning Janubiy dengizda haqqi yo'q dedi. Bayonotda mundaq deyilgan edi. Amerika keskin va qattiq harakat qo'llanib Jungo'ning bu zaq qilishlariga qat'iy qarshi turishga tayyorlik qilib bo'ldi. Devlet İştirakatı Mike Pompeo matbuot ziyorati qabul qilganda Yevropa va Yaponiya qatorliq davlatlarni ziyorat qilganda muqarrarlashtirib Jungo tahdidi to'g'risida to'xtalgan edi. Bugungi leksiyalarimiz tugadi. Hurmatli vatandosh, mushtaraka qumdak yig'ib yomg'ir, atrofda qora bulut o'rlab kelyotdi, xuddi Tayvan bo'g'oziga o'rlab kelgandek. Qora bulut o'rlab kelyotdi, xuddi mustamlik Uyg'uriston, ya'ni Janubiy Uyg'uristonga hozir Xitoy tanklarni, bronmeklarni chiqardi. Balki atuyaga harbiy aeroplanlar yetib kelishi mumkin. Chunki vatandoshim Janubiy Osiyoning siyosati o'zgardi. Janubiy Osiyo strategiyasi o'zgardi. Tushundingizmi? Ben sizge ötken dedim, Şarkı Şimali Asya'da Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatları müdafiə hemkarlığı, Janubiy Asya'da Hindistan, Amerika Qo'shma Shtatları harbiy ishlar kelishimi ve hemkarlığı 10. ayının 26. günü. Dünya o'zgardi. Havadagi leylab tuğan qar bulutlarının o'rni o'zgarib vatandaşım. Bu qar bulutlar Jungo asmaniga to'planib vatandaşım. Hazır Jungo paypitak bo'ldi. Ansiravatqani Tayvanmi emasdir belki. Ansiravatqani Hong Kongmi emasdir belki. Siz shuni ko'rib olingki, Yaponiya, Amerika müdafiə hemkarlığı, Hindistan, Amerika harbiy ishlar kelishimi. Bu rayon qaysi rayon? Jungo emas. Jungo'nun rayoni yo'q bu yerda. Bu yerda o tarafda Tibetdan başlang, bu tarafga Uyg'uristonga keling, o tarafdan Janubiy Mongoliyaga keling, bepayon rayon. Sadichinning tashqarisi bu Amerika Yaponiya müdafiə hemkarlığı dairesi içinde. Bu Amerika Hindistan harbiy ishlar kelishimi dairesi içinde. Bu yerda Jungo degan gap yo'q.
Herkes cungu degan gap yok. Bor bulduğan bos burayla cungunun müstendikisi. Cungu degan gap saddiçinin içinde. Şunun işinin vatandaşım toğap kettim. Bunun işinin yağmur kumdak yağıp oturdu. Bunun işinin müşahede toxtab qalay. Hürmetlik vatandaş.